Bunday deyishga qanday jur'at etding? Men bosh oshpaz lavozimi uchun tanlovga buyruq berganman. Iltimos, meni kechiring Hazrat oliylari. Sizdan yolvoraman, gunoh qildim. Hazrat oliylari, uni so'zlari faqat qoidalarga asoslangan edi. Sizni haqorat qilishga jur'at eta olmaydi axir. Jahlingiz chiqmasin. Qoidalarga? Hozirgina qoidalar dedingizmi? Bosh oshpazni mahoratiga shubha qilganingiz uchun bu musobaqa o'tkazilyapti. Boshqacha qilib aytganda esa, siz meni aql idrokimga shubha qilyapsiz. Sizningcha bosh oshpazni tanlashda adashganmanmi? Biroq men musobaqaga rozi bo'ldim, chunki men hamma tashvishni tushundim. Sizlar bunga norozilik bildiryapsiz. Lekin sizlar bosh oshpaz sizlar tanimaydigan taomni tayyorlayotgani uchun qoidalarni bahona qilyapsizlar xolos. Shunchaki musobaqani to'xtatib, o'zingiz tanigan oshpazlarni g'olib deb e'lon qilmoqchi bo'lyapsizlar. Hazrat oliylari, iltimos tinchlaning. Siz haqsiz. Uni bosh oshpaz bo'lishiga hech qanday taqiqlovchi qonuni yo'q. Men shunchaki bilib bilmasdan zaharlanmaylik deyman xolos. His-tuyg'ularingizni juda yaxshi tushunaman. Shunday ekan, oldin uni tatib ko'rib, keyin qaror qabul qilamiz. Bu musobaqa bosh oshpazni yo'q qilish maqsadida rejalashtirilgan. Bundan bexabar deb o'ylamang. O'z vaqtida tugat. Iltimos. Hamma taomdan qo'lini olsin. Oshpaz yo'q. Endi hammasi ta'mga bog'liq. Sen rasman meni oshpazim bo'lasanmi? Yoki hayotingga nuqta qo'yiladimi? Taomingiz nam va mayin bo'libdi. Nega u boshqa mantilarga qaraganda nam va mayin? Tushuntiring. Ha, buni siri shundaki, terisi kulrang kefal go'shtidan yetarlicha yupqa qilib kesilgan. Aytganingizdek juda yoqimli. Kraxmal uniga botirilgan kulrang kefal go'shtidan yasalgan terisi mayda qiyma mol go'shti bilan tayyorlangan. Qovurilgan bodring, mosh, loviya nihollari birgalikda aralashtirilgan. Og'izni lazzatga to'ldiryapti. Men doim Hazrat oliylarning didlariga qoyil qolaman. Rostdan ham juda mazali edi. So'z topolmay qoldim. Juda mazali. Lekin men dojeng ta'mini sezmayapman. Birozgina dojengni uksus va asal bilan aralashtirdim. Chuchuk sousni tayyorlash uchun. Chuchuk sous. Dojeng ta'mini yaxshi sezyapman. Lekin afsuski,